Assalomu alaykum, Qur'on salonidagi barliq azizlar, hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun sizlarga qo'shimcha qilib oilada qo'noq uni bo'lkis tayyorlash usulini o'rgatib qo'yaman. Buning ketarlik material shu ser qo'noq uni, buningga oq qo'noq uni bo'lsin bo'li bir dojma. Shuningdan 500 gram ishlatamiz. Buni tas qo'yib onandiga solamiz. Andikin biz odatdagi unimizdan 300 gram. Andikin sutdan 250 gram. Hasaldan 100 gram, bunun o'rniga erisdan 100 gram ishlatsanlar bo'ldi. Anki ma qaytiqdan 500 gram, ma tuxumdan 500 gram, buningga endi ma bu cho'ng kichik bo'lib tuxumdan 9 dan tuxum ketadi. Andan keyin shu shakardan 350 gram ishlatamiz. Anki ma sumaydan 400 gram. Anki mavqi miqdorda yong'oq meg'zi. Buningga xosing meg'zi ishlasak bo'ldimi? Yuziga chechishqa. Lekin ichiga chechishqa cho'qim mash qo'rilgan xosingninki o'tligini bo'lsa, texim yaxshi mizlikni yaxshi chiqadi, xonimlar. Andan keyin ichiga solgan yemish. Ma yemishdan bo'lsin bo'ldi, yoki bo'lmasa qizil yemishlardan bo'lsin bo'ldi. O'zinglarning yoqtirish asosan sasanglar bo'ldi. Andan keyin ma sodadan 5 gram, podafindan 10 gram ishlatamiz. Müşxurishlardan foydalanib biz hozir shu qo'noq un bo'lkisini tayyorlaymiz. Xonimlar, oldi bilan shu quruq bo'lgan javurimizga yoki bo'lmasa shu dadanjerimizniki qatisiga shu tuxumni chiqib olamiz, 500 gram tuxumni. Kichikroq tuxum bo'lib qolib qolsa 10 dan tuxum chaqsanlar bo'ldi ekan, cho'ngroq tuxumlar bo'lib qolib qolsa 9 dan tuxum ketadi ekan. 500 gram tuxumni men chiqib tayyor qilib oldim. Endi buni ko'ptiramiz, shu ko'pikcha, oppoq ko'pikchalargacha buni ayrim ko'ptirib olamiz. Xonimlar, mana tuxumni shu ko'pab misholat keldi. Kelgandan endi shakarimizni solamiz. Shakarni biroqlam to'kib, shakar erigicha yana oppoq qaymoq holat keldi. Bu kaychani keyin ko'ptiramiz. Xonimlar, mana shu ko'pab qaymoq holat keldi. Mana qo'yoq holatda misholatda qaymoq holat keldi. Kelgandan endi keyindan sutni, qaytiqni qo'yib yana ko'ptiramiz. Oldi bilan endi mana bu qaytiqni to'kamiz. Qaytiqni to'kib buni 2-3 minut ko'ptiramiz. Xonimlar, mana yong'oq meg'zimini tekshiga chechib chiqdik mahalatda. Navada u yoqlarda yaproq to'g'ralgan xasam meg'zi bo'lsa yoki badam meg'zi bo'lsa, shuni chasanglar bo'ldimi? Xamalatixni. Chasanglar mana ko'rkam chiqadi. Endi mani oldin ala qizg'agan duxovkaga silib, 170 gradusdan 180 gradusgacha o'zinglarning duxovkasining amli avvalini chiqib turib, 50 minutdan 60 minutgacha pishirsanlar bo'ldi. Navada bilanmay qolib qolsanglar, shu sal ko'payib chiqib bo'lgandan keyin vaqtida 50 minutga borgan vaqtida zıxni sanjib qilib, ma'vilqa nima yog'och zıxni sanjib qilib, shunga suyuqlik urilmasa pishibdi deb bilsanglar bo'ldimi? Endi meni duxovkaga solaylik. Xonimlar, mana qaranglar, bolkimiz mana chiroyli pishib chiqdi. Mana napek singib pishdi bu. Men shu 170 gradusda saq 120 minut pishirdim buni. Tigi-tigidan singib pishsin deb shu vaqtni uzoqroq qildim. Sizlar ham aralashmajoqroq qo'yib qolsanglar, vaqtni uzoqroq qilsanglar bo'ldimi? Misholatda pishib chiqdi. Endi buni sovugandan keyin elib orasini kesib bir ko'rib boqamiz. Xonimlar, mana bolkamiz sovugandan keyin qilibdan ajratib oldim. Ajratib olgandan keyingi ko'rinishi mana ko'rib turibsizlar. Shunda chiroyli bir xil. Shunda singib, chiroyli pishib chiqibdi. Mana qaranglar, mana bu. Anadagi mana kesma ko'rinishi. Kesma ko'rinishi mana chiroyli, ichini shunda kavashliq holatda intayin yumshoq, bek ta'mlik bir to'rt bo'libdi. Buni yana shu 4 chasa qiliblarda pishirsanlar bo'ldimi? Pishirgan vaqtinglarda shu aralashmaniga oz ko'pligiga qarab turib vaqtni uzarsanlar bo'ldi, qisqarsanlar bo'ldimi? Shu bekrak ko'ptiray desanglar, egizrak chiqsin desanglar, aralashma jiqroq silib vaqtni uzoqroq qilsanglar bo'ladi. Anadan keyin shu ser qo'noqning o'rniga xonimlar nima ishlasanglar bo'ldimi? Oq qo'noq ishlasanglar bo'ldi, oq qo'noq unini tas qo'yib solsanglar, sog' vaqtinglarda yeyish bo'ladi. Bo'ladi xonimlar, unda bo'lsa qo'noq uni bo'lgisi darsimiz musharda tamam. Kelar qismda ko'rishlik.